Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz dasturimizni boshlaymiz. Va doimgidek dasturlarimiz davomida sizlarga qiziqarli, foydali va eng muhimi manfaatli bo'lgan yangiliklarni taqdim etishda biz davom etamiz. Mana ulardan biri. Bilasizmi, bugungi kunda prezident maktablari nafaqat O'zbekistonda, balki butun mintaqada o'ziga xos bo'lgan ta'lim modeli sifatida e'tirof etilmoqda. Dunyoning boshqa mamlakatlarida bunday ham ilmni, ham tarbiyani uyg'unlashtirgan maktablar yo'q desak, mubolag'a bo'lmas. To'g'ri aytingiz. Bu dargohlar eng ilg'or o'qituvchilar, xalqaro dasturlar, zamonaviy infratuzilma uyg'unligida ishlaydi va eng muhimi bu yerda har bir bola o'z iqtidorini yuzaga chiqarish imkoniga ega. Ha, albatta, shu bilan birgalikda bugun prezident maktablari ta'limning haqiqiy lokomotiviga aylangan. Ularning bitiruvchilari, aynan bu maktabning bitiruvchilari bugungi kunda Oxford, Harvard va Tokio universitetlari kabi nufuzli oliygohlarni bitirib, ularda tahsil olib, yangi O'zbekistonimizning yangi avlod elchilariga aylanishmoqda. Bir oiladan 2, hatto 3 farzandning prezident maktabida yonma-yon tahsil olayotgani esa bu tizimda shaffoflik va adolat mezonlari amalda ishlayotganidan dalolatdir. Hamkasbimiz Malika, ya'ni Marjona Bekturdiyeva ana shunday bir maktabda bir oilaning 3 farzandi ta'lim olayotganligi haqida hikoya qiladi. Keling birgalikda tomosha qilsak. Marhamat. Hozirda mamlakatimizning 14 ta hududida prezident maktablari faoliyat yuritmoqda. Har bir ota-onaning orzusi esa farzandining ana shunday dargohlarda tahsil olishi, chunki bu yerda o'qish nafaqat mas'uliyat, balki faxr timsoli hamdir. Ayniqsa, bir oiladan 2 va hatto 3 nafar farzandning prezident maktabida tahsil olayotgani oila uchun ham, jamiyat uchun ham chinakam yutuq hisoblanadi. Bugun biz sizni ana shunday ibratli va bilimli yoshlar bilan tanishtiramiz. Lavhamizni oxirigacha tomosha qiling va bunga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Ko'pincha ota-onalar o'z yo'lini topgan bitta farzandi bilan faxrlanishadi, ammo bugun biz 2 karra va hatto 3 karra faxrga guvohmiz. Dastlabki qahramonlarimiz Muslima va Munisa prezident maktabida tahsil olayotgan bu opa-singillar orzulari sari dadil qadam tashlamoqda. Muslima 8-sinf o'quvchisi, u huquqshunoslikka qiziqadi. Kelajakda adolat timsoli bo'lishni, inson huquqlarini himoya qiluvchi mutaxassis sifatida yurtga xizmat qilishni maqsad qilgan. Munisa esa tibbiyot sohasiga mehr qo'ygan. Yosh bo'lishiga qaramay, inson hayotini asrashni o'z burchi deb biladi. Mana shu maktabda a'lo baholarga bitirib, aynan biologiya va fizika fanlarini o'qib, kelajakda Cambridge, Oxford kabi nufuzli oliygohlarga qabul qilinishni xohlayman. Bu ishonchni oqlash uchun albatta bu yerda yaxshi o'qib, kelajakda davlatimizga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishni xohlayman. O'rtamizda doim sog'lom raqobat bo'lgan, balki shuning uchun singlim ham mening ortimdan ergashdi, deydi Muslima. Bu sog'lom raqobat esa bugun o'z samarasini bermoqda. 2 opa-singilda 2 yo'nalish, lekin bitta maqsad – vatanga xizmat qilish. Men kelajakdagi orzuyim shuki, men diplomatiya va siyosat sohasidan ketmoqchiman va mening qiziqishlarim bu ekologiya sohasiga ham qiziqaman. Va yaqinda respublikada eng yaxshi ekologik loyiha tanlovida 2-o'rinni oldim va 5 million so'mlik vaucher yutib oldim loyiham uchun. Dadam ham diplomatiya yo'nalishiga qiziqadilar va meni diplomatiya yo'nalishiga qiziqishimga katta sabab bo'lganlar. Bo'sh vaqtlarimda badiiy kitoblar ham o'qib turaman. Ko'pincha jahon adabiyotlaridan mutolaa qilaman. Bizga yaratib berayotgan sharoitlardan men unumli foydalanmoqchiman va mening orzum shuki, chet davlatlarda, Angliya, AQSh kabi davlatlarda malaka oshirib, o'z yo'nalishim bo'yicha O'zbekiston uchun kerakli mutaxassis bo'lmoqchiman va O'zbekiston uchun katta hissam qo'shmoqchiman. Endi esa e'tiboringizni keyingi qahramonlarimizga qaratamiz. Bu yoshlar sizga yaxshi tanish, Sarvinoz va Sardor. Avvalgi lavhalarimizda biz ularning mehnatsevarligi, bilimga chanqoqligi haqida hikoya qilgan edik. Bugun esa bu oila safi yanada kengaydi. Singlisi Farzona ham aka va opasi izidan borishni tanladi. Bu yildan boshlab bu maktabda bizning oiladan 3 ta farzand tahsil olyapmiz. O'zi yoshligimizdan ota-onamiz o'qishimizga juda ham katta e'tibor qaratgan va shu sababli ham hammamiz o'qishga juda ham qiziqqanmiz. 4 yil mana shu maktabda o'qidik va katta farzandga qarab kichkinalari ham ergashar ekan va shu sababli eng kichkina singlim ham bu maktabga imtihonlardan o'tdi va mana shu maktabda u ham tahsil olyapti. Biz prezident maktabida o'qiyotganimizda bizda juda ham ko'plab imkoniyatlar bor edi. Maktabimizda barcha to'garaklar mavjud, suzish, ot minish, kamondan o'q uzish va singlim ham bularni ko'rib har doim bizga qiziqardi. Olimpiadalarda, har xil musobaqalarda
g'olib bo'lganimizni ko'rib u ham bizga har doim havas qilardi va shuning uchun u ham prezident maktabida tabiiyki o'qishni xohlardi. Shu sababli juda ham prezident maktabiga kirishga bel bog'ladi va imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tdi. Sarvinoz va Sardor tibbiyot yo'nalishiga qiziqish bildirgan. Biri shifokor, biri jarroh bo'lishni maqsad qilgan. Maktabda kimyo, biologiya va matematika fanlarini asosiy fan sifatida o'qiyman va bu fanlar menga kelajakda shifokor bo'lishim uchun eng zarur fanlardir. Va bu fanlarda yaxshi natija ko'rsatyapman. O'tgan yili biz 10-sinflar xalqaro AS A-level imtihonlarini topshirdik va men juda ham yaxshi AAB natijaga erishdim. Biologiya, kimyo fanlarini chuqur o'rganmoqdaman. Sababi kelajakda men jarrohlik kasbidan ketmoqchiman va buning uchun kimyo va biologiya fanlari juda muhim sanaladi. Kelajakda men AQShdagi tibbiyot maktablarida o'qib, O'zbekistonga qaytib, O'zbekistondagi tibbiyot sohasini yanada rivojlantirish niyatlarim bor. Prezident maktabida mening kelajagim uchun barcha yetarli sharoitlar bor. Buning uchun yurtboshimizga katta rahmat deb qolaman. Kelajakda bu sharoitlardan oqilona foydalanib, albatta yurtimizga foyda keltiradigan inson bo'lib yetishaman deb umid qilaman. Farzona esa tasviriy san'atni qalbining bir bo'lagiga aylantirgan. U chizgan har bir rasm orzu, mehnat va hayotga muhabbat timsoli. Bu oila ilm, san'at va fidoyilik uyg'unligining timsoli. O'qishimiz boshlanganiga 1 oy bo'ldi. Nurafshon shahridagi prezident maktab sharoitlari juda ham zo'r. Men matematika va rasm chizish fanlariga qiziqaman. Rasm chizayotgan paytda hamma narsa xayolimdan chiqib ketadi. Bugun bu devorlar orasida nafaqat bilim olayotgan yoshlarni, balki ta'lim sohasida yuzaga kelayotgan butun bir o'zgarishlarni his qildik. Prezident maktablarida tahsil olish bu har bir oila uchun faxr hisoblanadi. Bir oiladan 2 yoki 3 nafar farzandini tahsil olishi esa bu davlatning ham jamiyatning ham yutug'i. Bizning Nurafshon shahridagi prezident maktabimizda ham xuddi shunday o'quvchilarimiz bor. Ushbu o'quvchilarimiz maktabda tahsil olish bilan birgalikda nafaqat akademik ta'lim jihatidan, balki har bir sohada faolligi bilan ajralib turishadi. Shularga misol qilib, Oltmishboyeva Sarvinoz o'quvchimiz robototexnika yo'nalishi bo'yicha Oltmishboyeva Sarvinoz qizimiz turli tanlovlarda faol ishtirok etib kelgan. Ixtirochilikka qadam tanlovining respublika bosqichigacha qatnashib, faxrli o'rinlarni egallagan. Bundan tashqari Avliyoxo'jayeva Muslima qizimiz ham o'zining ekologik sohada olib borayotgan loyihalari va ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha bir qancha ishlar olib bormoqda. Albatta har bir narsa havasga borib taqaladi. Prezident maktabimizda tahsil olayotgan aka-opalariga havas qilib, bugungi kunda singillarini, ukalarini maktabimizga qabul qilinayotgan nafaqat ularning oilasini, hattoki bizni jamoamizni ham xursand qiladi. Chunki prezident maktablarida tahsil olish bu juda ham katta imkoniyat. Ushbu imkoniyatlardan foydalanish uchun bir oila vakillarini bitta maktabda bir oila sifatida tahsil olishini o'zi ham juda katta yutuq hisoblanadi. Bir oiladan 2 va hatto 3 farzandning prezident maktabida yonma-yon ta'lim olishi bu endi istisno emas, balki yangi davrga xos yangi qadriyat. Bu kelajakni birgalikda barpo etish sari tashlangan dadil qadam.